Nimaga bolalar yoqmaydi deyapsiz? Chunki menga to'g'ri keladigan bola yo'q-da. Nima qanaqa bo'lish kerak sizga to'g'ri keladigan bola? Na boyligi bor, na uyi bor, na puli bor, unaqa bola yoqmaydi menga. Puli bo'lish kerak, menga o'xshab Mersi bo'lish kerak, BMWsi bo'lish kerak. Toshkent sentrida normal uyi bo'lish kerak. Siz o'zingizda bu narsangiz bormi? Da, Mersim bor. Bor. BMWm bor. Oddiy bolalar yoqmaydi sizga. Yo'q, oddiy bolalar kerak emas. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, hali. Qanday bolalarga turmushga chiqmoqchisiz? Niyatingiz qanaqa? Niyat 2007larga turmushga chiqqan bo'lardim, chunki ularni qul qilsa bo'ladi. Etgandek qildirsa bo'ladi. 2007larni. 2007larni. Qul qilmoqchisiz. Ha, etgan narsani joyida qilib beradi 2007lar. Qul 2007lar. Siz nazaringiz. Ha, shunaqa. Nima mahrga so'raysiz ulardan 2007lar? Mahrgami? Mahrga tilla so'rayman. Necha kilo? 100 kilo. 100 kilo? Olib bera olmasa-chi? 2007 latta bo'lgandan keyin olib beradi 2007lar. Latta yo'q, olib beradi, aniq olib beradi ular.